Ozodbek aka, xudo xolasa bugungi qo'ylarimiz narxi o'ta arzon bo'ladi. Aha. Narxlarni bomba qilamiz aka. Dastlabkasini Xorazmgacha qilib beramiz. Xorazmgacha dastlabkasi ketaveradi. Ketaveradi aka. Akalar, xudo xolasa mana shu kanalimizni kuzatib boringlar. Inshaalloh arzonlardan chiqarishga harakat qilaveramiz. Demak, syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Ozodbek o'z kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi syomkamiz xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek mashhur qishloq. Optimchilar qishlog'i Saroy qishlog'ida xudo xolasa o'z joyiga, nomiga ega bo'lib kelayotgan ukamiz. Kanalimizda xudo xolasa ikkinchi bor yuzlanib arzonchi degan nom olishga harakat qilayotgan. Endi nomi ham xudo xolasa o'zi bilan arzonchi ukamiz xudo xolasa omonillarni oldilariga tashrif buyurdik. Uka, hormang. Charchamayapsizmi? Allohga shukr. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa uka, bugun qo'ylarni xudo xolasa siz bilan chiroyli obzorlarni qilamiz, tanishtirib o'tib ketasiz xudo xolasa. Gap yo'q. Bugungi qadrli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz xudo xolasa arzonroq variantlardan bo'lsin. Lekin o'zi katta bo'lsa, mana shunaqa kashtallardan bo'lsin. Yem-ochmoqlari olov bo'lsin degan aka-ukalarimiz xudo xolasa mana shu qo'ylarimiz sizlar uchun imini tayyorlanaveradi. Demak, uka, bugunga necha partiya qo'ylarimiz bor xudo xolasa? Bugungi Ozodbekga 3 partiya chiqaramiz. 3 partiya. Qisqa lo'nda video bo'ladi, bo'ladigan narxlar bo'ladi xudo xolasa. Tars. Gap yo'q. Maqsad sotish. Maqsad sotish, maqtab, reklamaga olib chiqqanimiz yo'q, qadrli obunachilarimiz. Inshaalloh sotamiz, sirazi xonadoningizga yetkazib beramiz inshaalloh. Bularda demak birinchi partiyamizga sonlari nechta uka? Aka, birinchi partiyamizga 25 ta. 25 bosh. Mana qorinlari qaranglar, mashalloh. 25 bosh, hammasi qo'chqor variant-ya. Joning omon bo'lganlar. Hammasi qo'chqor variantlari. Akalar, emas. Yondan ko'rishlarini ham bir qator ko'ringlar. Bo'y bastilari uzun bo'lgan, oyoq qo'llari kelgan. Gazi zo'r xudo xolasa. Joning omon bo'lganlar. Mana uni qaranglar. Gap yo'q. Uka, bularda xudo xolasa yosh oyliklari qanaqa ekan? Aka, 5 oylik pilisda, 6 oylik atrofida. 5 oylik plus, 6 oylik atrofidagi xudo xolasa qo'l qo'zilarimiz. Gap yo'q. Yem-ochmoqlari qalay ekan? Sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tdi. Hop. Xudo xolasa buni yemga ham o'rgatib qo'ydim aka. Olib kelgan kunimizdan bir kaladan ketagini yeb turibdi. Ular borgandan keyin qiynalishmaydi. Gap yo'q. Yem desaga o'rgatib qo'yilgan xudo xolasa, yemga tayyor bo'lib qolgan variant ekan, xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa olib borib, yem berasizlarmi, hashay berasizlarmi? Nimasini bersalar ham xudo xolasa yeyman degan qo'chqorlarimiz xudo xolasa mana shu joyda ekan. Bular uka bersa yuradi aka. topganini bersa bo'ldi, yuradi. Yer ichisiga bir hafta garantiya uylarga borgandan. Gap yo'q. Xonadonlarga yetib bo'lgandan keyin aka-ukalar bir hafta garantiya sinovlari mavjud xudo xolasa. Uka, bularda inshaalloh dastlabkasi qaygacha bo'ladi endi bularniki? Aka, 5 tadan 5 ta olsa engami? Samarqandgacha qilib beramiz. Samarqandgacha. Mashalloh. Samarqandgacha xudo xolasa 5 ta olinglar aka. Samarqandgacha yetkazib boriladi. Bundan u yog'ini xudo xolasa kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Gap yo'q. Uka, bunday qilamiz. Bo'ladigan chiroyli qilib, arzon qilib xudo xolasa qo'yib yuboramiz. Menga qarang. O'ta qulay qilamiz Xudo xolasa menga qarang. Uka. Bo'ladigan narxi chiroyli qilib. Xudo xolasa aka, tars. Narxni yoramiz. Qo'lda ham yorib yuboradi deysiz ama. 2,5 dan ketdi aka bir yerga emas. Kamini gapiring. 50 mingdan o'tdi aka. Yana bitta kamini gapiring. Butun bola, yarimta bola emasmi xudo xolasa? 24 dan ketdi aka emas bir yerga. Tanlab olishga. Tanlab olishga ham ketdi aka 24. 24 dan. 24 dan ketdi. Demak, 24 dan tanlab olishga yetadigan bo'lsa, Optimaga o'tib beramiz. Optimaga xayri bor aka. Kami bor. Xayri bor. Kami bor. Barpar aka, joningiz omon bo'lsin. Gap yo'q. Akalar, telefon qilinglar, ish bitadigan variantda. Voy, arzon bo'lsa arzon ekan deb olinglar. Arzon joyidan xudo xolasa sizlarga izlab qidirinib topib, xudo xolasa mana shunaqa qonunlari gumbillayotganlardan chiqaramiz inshaalloh. Akalar, xudo xolasa sekin ko'rib turibsizlar inshaalloh. To'la ma'lumotlarni ukamiz o'zlariga telefon qilsalar, xudo xolasa bir qator video syomka qilib tashlab berasiz-ku. Ha, hammasini telefon qilishdan bitta olamiz. 2 kishi bitta olsa ham sotaman aka. Yarmidan bo'lib olsa ham Yarmidan sotaman. bo'lib ketkizib beramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar bir qator aloqaga chiqsalar inshaalloh chiroyli qilib video syomka asosida olib berilaveradi. Demak, qadrli obunachilarimiz, biz endi navbatni keyingi partiyaga sekansda beraverar ekanmiz xudo xolasa. Demak, qadrli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz, mana ikkinchi partiya qo'ylarimiz ham chiqib kelishdi. Bular haqidagi ma'lumotlarni ham ukamiz o'zlaridan chiroyli qilib eshitib olamiz. Ikkinchi partiyasiga sonlari nechta chiqdi uka?
Ozodbekka ikkinchi partiyaga 20 dona. 20 bosh, hammasi qo'chqora bularda. Hammasi qo'chqor aka. Ya gap yo'q. Hammasi qo'chqor variantlar. Yosh oylikka qanaqa ekan bular? Bular aka 4 oylik, Filiska 5 oylik atrofida. 4 oylik Filus, 5 oylik atrofidagi, demak, qo'y qo'zilarimiz, ha? Bo'y basi nechini uryapti uka? Aka 70 ga yaqin 65 Filiska olsin. 65 Filusga beraveradi. Filiska beraveramiz. Kelishib qolsa, Lekin ichida 65 yo'q aka. Eka. Hammasi 65 dan baland. 65 dan baland. Bo'lsa obunachilarga bo'lsa. Obunachilar. Ha joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa, uka bularda dastlabki qaygacha bo'ladi kelishib qolinsa? Ular lekin aka Samarqandga chaqib beramiz. Samarqandgacha bepul yetkazib beriladi, ha? Ya gap yo'q. Akalar, xudo xolasa qo'ylarni zo'riga keldi. O'zlarining bemalol aloqaga chiqsalar, xudo xolasa to'la ma'lumotlarni ukamiz o'zlaridan eshitishadi mumkin. Inshaalloh bularni ham narx-navosini kelishda berasiz uka. O'ta qulay beramiz. Aka Ozodbek aka, yangilik qilaylik. Hop, Hammasini bir joyga olsa Xorazmga chaqib beraman aka. mashalloh. 20 tasi bir yerga ketdi Xorazmga. Xorazmgacha ketaveradi. Xorazmgacha ketdi. Narxini necha pul deyapsiz uka? Aka 2 million 300 mingdan. 2 million 300 ming so'mdan. 2 million 300 ming so'mdan. Hammasini bir joyga olasiz. Tanlab olasiz. 2 million 300 mingdan tanlab olasiz. Bor aka joningiz omon bo'lsin. Qadrli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa mana 2 million 300 ming so'mdan xonadonlarga yetib oladi. Dastlabki xizmatlari Xorazmgacha yetkazib boramiz dedilar. Umuman o'ylamanglar, vodiy bo'ylab Toshkentgacha xudo xolasa bemalol yetib boraveradi inshaalloh. Akalarim like bosib qo'llab-quvvatlab tursalar bo'ldi. Motivatsiya olib arzon chiqarishga harakat qilaveramiz. Arzonlaridan kerak bo'lsa, bemalol Ozodbek o'z kanaliga o'tib tomosha qilishlari mumkin xudo xolasa. Akalar, keyingi partiyaga sekin-asta navbatda beraveramiz xudo xolasa. Demak, qadrli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa mana 3-partiyamiz. So'nggi partiyamizmi bu? So'nggisi aka. So'nggi partiyamiz. Xudo xolasa so'nggi partiyamizga chiqqanda ham sovliqni suluvlaridan xudo xolasa qo'qib boqaman. Baraka topayin inshaalloh. Xudo xolasa 2 barobar bo'lib, 3 barobar bo'lib o'sib ketsa, egizak chiqib qolsa degan aka-ukalarimiz xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bularda uka soni nechta chiqdi? Ular soni 16 ta Ozodbek aka. 16 bosh. Hammasi sovlig'i? Hammasi to'g'ri. Hammasi sovliq variantlarida. Inshaalloh akalar kuzga borib qochib qolsa keyingi yilga sizlarga qo'ylarda 16 bosh bo'ladigan 32 bosh bo'lib tug'ib beradi inshaalloh. Akalar bir aloqaga chiqsalar, bir qator video syomka asosida yana o'zlariga tashlab ham berishaveradi. Bularning ma'lumotini olaveramiz. Yosh oylikka qanaqa ekan uka bular? Bular ham 5 oylik atrofida. 5 oylik atrofidagi xudo xolasa bo'ladi. Filiska aka bular. 5 oylik filus, ha? Gap yo'q. Xudo xolasa 5 oylik filusdagi sovliq variantlaridan xudo xolasa chiqib keldi. Bular bo'y basini ichida uryapti uka. Bular menga 70 atrofida. 65 Filiska olsin. 70 atrofida, 65 Filiska olsin. 65 Filusga xudo xolasa bo'y bastini olaverasiz akalar. 70 atrofidagilar prosta undan yo'q, bonus bo'lib qoldi. Yaltiraydigan variantlarni xudo xolasa. Gap yo'q. Bular dastlabki asqaygacha bo'ladi uka bularniki. Bularniki ham Samarqandgacha. Bularniki Samarqandgacha besplatdan xonadonlargacha yetib boradi akalar. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ldi xudo xolasa, ishlar bitadi. Hammasini olsa, buni ham Xorazmga chaqib beraman. Ya mashalloh. Hammasini olgan odamlarga inshaalloh Xorazmgacha dastlabki xizmatlarni qilib, chiroyli qilib berilaveradi inshaalloh. Uka, akachatilni bo'ladigan senasini xudo xolasa hech puldan qo'yib yuboramiz. Ozodbekga 2 million 200 mingdan. 2 million 200 ming so'mdan. Bismillahirrohmanirrohim. Kamini gapiring. Arzonchi degan nomingizni xudo xolasa olasiz, meni kanalimda ham arzonchi bo'lasiz xudo xolasa. Ozodbekga 2 million 200 mingdan yaxshi aka, sog'liqlar. Yo, chiroyli, yaxshi. Endi bo'lsa oxirigacha bo'lsa. 50 mingdan ketdi aka, 2 million 150 mingdan. Hammasi Butun bo'lamiz. 2 million 100 dan ketdi aka, hammasi bir. Bor aka, joningiz omon bo'lsin. Akalar xudo xolasa 2 million 100 ming so'mdan xonadonlargacha yetib boradi. Dastlabki xizmatlarimiz Xorazmgacha. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ldi, xudo xolasa ishlar bitadigan variantlaridan. O'zlariga aloqaga qo'ying. Hammasini bir joyga olsa Xorazmgacha. Hammasini bir joyga, bir pachka qilib ketdi. Bitta ikkita oladigan odamlarga nima deymiz? Ikkita odamlarga aka Samarqandga chaqib beramiz. Beraveramiz. Mashalloh. Samarqandgacha bitta ikkita oladigan odamlar ham aloqaga chiqaversalar, xudo xolasa. Xonadonlargacha yetib boradi. Shoshilib qolamiz, xudo xolasa, bunaqa arzon joylari kamdan kam bo'ladi inshaalloh. Akalar, keyin bugungi syomkamizni mana shu joyda yakunlaymiz. Sizlar bilan inshaalloh keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat hammaga.